Kanalimiz muxlislari kontent mahsulot haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga qotib qolmash uchun like va podpiska bosishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Xudo xohlasa Namanganlik klientimiz tomonidan zakaz qilishgan holi Poytaxtda layga tayinlab berib chiqarib yuboryapmiz. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz. Qo'shqorimiz zakaz bo'yicha tayinlab berdik. 4 talik bo'ladi profili. Qo'shqorimiz 1 metr 340 ming so'mdan 400 ming so'mgacha tayinlab beryapmiz. Nimasi farqi bor deydigan bo'lsangiz, tepasi choyga bo'lishi mumkin, o'shasida farq bor. Xulosa choyda muammo bo'lmaydi, o'zimiz kontrol qilib cho'tkilab chiqaramiz. Bunimiz 1 metri 380 ming so'mdan tayinlab berdik. Qorimiz xudo xolasa 8, 9, 10 metrgacha beriston behijot ko'tarib turaveradi. Yana Poytaxtda qo'shib berdik. Biri 16 ga 240, 1 kvadratni 110 ming so'mdan berdik. Poytaxtdan holatlari cho'tki, Poytaxtga foydalansa bo'laveradi. Mana bu ko'rinishdagi laygamizni ham tayinlab berdik. 230 lik laygamizni ulab berdik. 350 ga qovurg'a laygadan. Kimga shunga o'xshash xizmat kerak bo'lsa, albatta telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Ma'lumot uchun yana eslatib o'tamiz. Mana bu ko'rinishdagi 4x4 profillarimiz sotuvda bor. Holatlari cho'tki ko'rishingiz mumkin. 4 burchak, stenasi 1.8, bo'yi 2.60 bo'ladi. Bir donasini 40 ming so'm beryapmiz. Mana ko'rishda kapalarimiz ham sotuvda bor. Bo'yin uzunligi 2.30 bo'ladi. Katta naveslar uchun reka qilib foydalansangiz bo'laveradi. Bir donasini 28 ming so'm beryapmiz. Kontrayimizda barcha turdagi mahsulotlar sotuvda bor. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tdik. Kanalimizga qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.